Assalomu alaykum. Buyurun fi kanalımıza hoş geldiniz. Tebrikler. Hasede restoran etmekte. Ben bugün buyurun fi Polo'da teşrif edip konsepsi Şirinay anamızı 60 yaş üyetiyle bilen tebrik ettik. İlahım Şukat ekemiz bilen Koşak Kardeş'in kızları Nilüfer, Kiyoballar, Cemalettin namından Kalevise kızlar Nobahar, Rana namından Kalevise Nobahar, Cemşit Kiyoballar namından tebrikimiz. Otanamız özü akımetliyimiz. Qo'shqallar bilan qo'sha qalsin. Mana shu farzandlarni baxtdan sog' bo'lsin. Hamisha xonadonlar shunday to'yxona bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin. Kelgusi tebrik akamizni otamizni hojatda bo'ldi, onamizni hojana bo'ldi. Tebrik akaga nasib etsin. Baxtdan sog' bo'lsin. Tabrikimiz tug'an kunlar qutlug' bo'lsin. Bir yaxshilar tilsin bo'ladi. Avvalambor yana biz tabriklaymiz. Otamizga sizga qatash, hammamizga elimizda sog' bo'lsin. Vaqtli bo'lsin hammamiz qolgan yerdida. Ama siz tebriklemeyiz yaşamak. Abban tuğan kıllarınız bilen unutanızlar en baxtlı vaysılar. Yine tebriklemeyin doğan günler. Mama tebriklimen tuğan kılasılar. 100 yaşlara kırıp atam bilen ten kardeş örgeysiler. Ha tebriklemeyin 100 yaşlara karşı kaysılar. Ben tebriklemen Xudayım yüzlerge çıkay. Eken bilen ten kardeşi kulüp oynaya birge Xudayım. Şunday tuğan gülen kubunu körge Xudayım. Eldimizde sağ yürge. Tebriklemen. Assalamualaikum. Ayapamın tuğan gülen şuduna tebriklemen Xudayım yüzlerge kırge. Eldimizde sağ salamet oynaya birge Xudayım. Bundan kubunu körge birge Xudayım. Ben tuğan gülen elmeden tuğan gülen tebriklemen. Uzak ömür kurduğunuzdan baktığımızda sağ boğazı. Sözde tekemen ten kardeşi oturuyoruz. Oilada bunday maqom bitta o'zi malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. O'rnini hech kim bosolmas. Hech alishib bo'lmas. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Buyurun YouTube kanalida tabriklar. Hasede resigizda xizmatinizda bilan Şirinay anamızı 60 yaş üyetiyle bilen tebrik ettik. İlahım Şukat atamiz bilen Koşak Kardeş'in farzandlari baxtdan sog' bo'lsin. Mana qizlari kuyovlar nomidan tebrik etdik. Qanday mana shu yerda shifam. Barcha mehmonlar nomidan tabriklaymiz. Onamizga uzoqlik yemiz. Ilahim qo'shqallar bilan qo'shaq qilsin. Mana shu farzandlari baxtdan sog' bo'lsin. Hamisha xonadonlarda shunday to'yxona bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin. Kelak bo'lganda qarsaklardan tebrik etamiz. Qolaversa mana shunaqa uyib oilalarni birda onamizga yaxshiliklarni deb qo'yamiz. Şimdi onamizni hojona bo'ldi, Shuhrat otamizni hojata bo'lib, tebrik etgan hammamizga nasib etsin. Qattiq tabriklaymiz. Qutlug' bo'lsin.
qolaversa bilan Mehribon opamiz nomidan sovg'alar ekan konsertlardan taqdim qilamiz. Qutli bo'lsin. Onamiz yuzash hakkasa otamiz bilan qo'shar qataysan farzandlar bilan qatnashsin. Ya'ni shaharda shunday mehmon bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin. Navbahor qizlarning sovg'alarini bilan Mehribon opa bilan qo'yganlar topshirib qo'yamiz. Qutli bo'lsin. Onajon o'ylaymiz to'yimda, quvonchingizga ko'rish o'yimda. Dasta gultiray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ylab bering to'yimda. Hey, dasta gultiray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ylab bering to'yimda. Onajon o'ylaymiz to'yimda, quvonchingizga ko'rish o'yimda. tabrikimiz onamizga uzoq umr yilisiga Xushxat akamiz bilan mushaqqatlasi bilan qizlari Nilufar nomidan qolaversa, Jamoliddin Kuyobola nomidan qolaversa, Navbahor bilan Jamshid Kuyobolasi nomidan tabrikimiz qolaversa, Ra'no qizlar nomidan tabrikimiz onamizga uzoq umr yilisiga otamiz bilan mushaqqatlasi farzandlarga baxtli bo'lsin. Hamisha xonadonlari shunday to'yxona bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin. Kelgusi tabrik etganmiz Xushxat akamizga hojati bo'ldi bilan. Shuni onamizga bir xojalar tabrik etmaydi nasib etsin. Keling onalarimizga ashir dodlaringiz qo'yamiz. Birgalikda konsertlarni tabrik etamiz. Qutli bo'lsin. Vaqtimiz onaga sog' bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday
sizlarga shu Şirinay onamizga, Shuhrat akamizga, qolaversa shu xonadonda o'zlarini bir yaxshiliklarni bildirib qo'ysa, yana bir assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Birinchi YouTube kanalida tabrik loyihasi doirasida yigitlarning xizmatida o'tibdi. Kelin mana onalarimizdan yaxshiliklar eshitamiz. Şirnak Xudoy, Xudoyim shu yoshlarimiz qutlug' bo'lsin. Xudoning bergan yoshini yashab, Xudo bilan tiyin qatnab shu qizlarning umrini ko'raylik. Yuzlarga chiqib, Haji mama, Haji bobo, bo'moqlar ham nasib etsin. Allohning bergan yoshini yashab. Təbriklərimiz bulğan gününə, Xudoyim şükürlər məşəqqətdayız. Allah'ın ömürlərini qoyun. Böyük yaşında yaxşı günlərdə yürmək nəsib etsin. Көп bulğan günlərində də solub taşıb oturmaq nəsib etgən həmməyə olsa bütündən ayırmağa. Həmməni yetirib ürgən şunday günlərə. Xoşaqatday. Kızlarlıktan bağlılıkta elinde soyur Xudoyim şükür bilen sen kaçay biz yaşlarga çıkaysan. Ahirlerimiz abat boğay. Vakitli boğaysılar şu bana ballardan, kızlarını birge görmekler nasip etgey. Hemmenizde Roza-i Ramazan ayları bilen tebrikliymen. Yıldan yıla yetirürgey. Hemmenizde sağlık bilme, rahmetlik öler sergede. Şiti bir örgeysler, iyi hizmetinde kumaşlarına şerik bu. Rahmet. Şirnapam, evvelamba tebrikliymen. Şükret akam bilen tiyin qardaşıp, şu artıqlarınızdan rahatını görüp, kızlarınızdan rahatını görüp odurum. Sağ olun, salamet olun. Şirnapa, tebrikliymen. Xudoyim bilen tebrikliymen. Yüzleştirip, yüzleşip, tiyin qardaşıp, emeği burayısız. Şu bağlarımızdan kızlardan rahatını görüp, tiyin yürügeysiz Xudoyim. Eldimizde sağ bilgeysiz. Kullan günleriniz kutlu olsun. Tebrikliymen. Xudoyim yüzleşip, yaşlara kulübürgeysiz Xudoyim. Qancha akamiz, rahmat. Yaxshiliklardan degan xonadonda ilohim yaxshi kunlar to'ylar bo'lsa, yana bu onamizni tabriklaymiz. Ilohim otamiz bilan qo'shib qatnashsin, farzandlarni baxtdan sog' bo'lsin. Bulğan günləriniz qutlu olsun. Sizlər tiyin qardaşıyıb bilgənsiniz. Vaxtınızda sağ bo'lgaysiz. Hemmet kutlu olsun tuğan günleriniz. Daim bilen meşakkatdayı birgeysiz. Vaxtımızda sağ bo'lgaysiz Xudoyim. Hemmet tebrikliymen. Xudoyim sizlerge çıkın. Daim bilen tiyin qatnashib, yetirishtirurgeysizlar Xudoyim. 100 yoshga chiqqan sonra shu tabriklar kelib o'tirorliklar nasib etgay. Tebrikler. Daimler tiyin qatnashib. Ko'p yashang. Assalomu alaykum. Yana tabriklayman. Otamni tiyin qardaşib, shanbayanda sog' bo'ling. Elimizde sağ yürüyesiz. Vaxtınız uzaq olsun. Muhabbətlə təbdilə, yüzəmlə, qardaşım biz, qızlarınız rahatı görüb, artıq çoğullarınızı rahatı görüb gezin. Mama təbrikliyəm, 100 yaşlara çıxan. Tebrikliymen, tuğanlarımız bilen, Xudoyim bilen. Yaşlarda yaşayıp, ülke kardeşi bir ülgeysiz hacana, hacada bu, Xudoyim şu bağlam, farzandlarimizin rahatlarını koruyup bir ülgeysiz Xudoyim. Rahmat. Tuğan günleriniz kutlu olsun. Xudoyim 100 yaşlarga chiqib, elimizde sağ bo'lgaysiz. Kelin qatan qo'shlarımdan tebrikliymen.
Daim sağ olun, çok etkilendim. Hem kardeşim, neysiz. Qasiyatlar olsun. Rahmat. Aytgandek jamoat bo'lsin, ilargi yaxshiliklar birga qanotda yaxshi kunlar paydo bo'lsin. Yana bir tabriklaymiz. Onamizga uzoq umr tilaymiz. Ilohim otamiz bilan qo'sha qatnashsin. Farzandlari baxtdan sog' bo'lsin. Hamisha xonadonlarda shunday to'yxona bo'lsin, mehmonlar to'la bo'lsin. Keling endi shunday onamizni o'zlaridan bir ko'z yoshlar qilsak, mana shu kelgan mehmonlarga, qolaversa mana farzandlarga o'zlarini bir tilaklarini bildirib qo'ysinlar. Sog' bo'ling, yuzga karam taqatini ko'ring. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Bunaqay bugun fevral oyida to'g'ri kelib Ramazon oyi. Hammamizni Ramazon oyi bilan tabriklayman. Hammamizga oilamizga tinchlik, osoyishtalik tilayman. Bugun qo'shnlarim, qudog'aylarim, og'ayni-qo'shnilarim bari tabriklab kelgan ekan. Doim sizlarning ham uylaringizga shunday yaxshi kunlaringizda tabriklab o'tirmoq nasib etsin manga. Baringizga rahmat. Mana Daryoning oynag'idan kelgan singillarim, rahmat sizlarga. Xudoyim mening sizlarning shunday quvonchli kunlaringizda borib o'tirmoq nasib etsin manga. Rahmat. Akasda bir ishlar bilan ketdi. Yaşta mislerim de. Onamizni tabriklaymiz. Ilohim otamiz bilan qo'sha qatnashsin. Farzandlarni baxtdan sog' bo'lsin. Hamisha xonadonlarda shunday to'yxona bo'lsin, mehmonlarga to'la bo'lsin. Bering o'quv to'qayliklar xizmatimizda bo'ldi. Mana shu tushgan videolarga bildigan tilaklarga razı bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga chiqaramiz. Ya'ni bering o'quv to'qaylik Instagram kanaliga chiqaramiz. Razı bo'lsa, keling endi onamizni chiroyli davlatlarga taklif qilamiz. Qutlug' bo'lsin. Hamma xonadonda shunday yaxshi kunlar to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlarda to'ylarga ko'chmoq nasib etsin. Tebrikimiz. Doğumuna deyim kardeşim. Akladın oylarından ilerinde baş ol. Yerin geçtim. Önün uzak olun. Hem ortasına açılır. Oylar devrilirse atmayın. Kim söyleyecek? Şirin tebrikliğimiz yüzge kır. Kuda verge yaşa. Bağlasın. Evet. Sağ ol. Kaç gün ben söyle. Söyledim mi? Yernapa tabriklaymiz. Rahmat. Xudoyim shu bojaka bilan teng qartashini sog'lab berib. Rahmat. Yine tabriklayman. Otamni teng qartash. Hammasiga sog' bo'ling. Rahmat. Aytgan tilaklar javob bo'lsin. Ilohim sizlarning xonadoningizda yaxshi kunlarga to'ylar bo'lmoq nasib etsin. Onalarimiz chiroyli davlatlarga taklif qilamiz, ruxsat bersanglar. Keling.
bo'lsin. Devam edelim. Ona gelmiş için nezgili var.
Desteklerimize yer başlayın. Oynamızı tebrik ediyoruz. Şüphet ekemiz bilen koşan kaptansan Hazretleri vaktası olmasın bana aktif çokman toylarını özledim bugün boş oturmak nasip etsin. Birinci YouTube kanalıyla hizmetiniz oldu. Hizmetimizge razı olsa ilahim yaxşı günlerden toylarda çeşme nasip etsin. Sağ olun. Salamat kalsın. Kızlarım, bakalarım, sizlerge münden rahmet eklemem. Kudayım, bakalarımızın altında sağ bakarsınlar. Cemalettin, Cemşit, Rüstem bakalarımın sağ olsunlar. Kudayım, baktım sıra sağ yürüyorum. Bir de yaxşı günler olsun. Şiirin bilen şükret kudalarımız, kudagaylarımız vakıflı, saadetli bulup, koşa kartayıp, ballarının, kızlarının renklerini koruyup, bir de şu uylarga, yaxşı günlerge kelip, koşa kartayış olsun. Hemmemizge şunda yaxşı günler olsun, rozaylar hemmege kutlu olursun, hayatlarga sağ salamatçılık bilen yitire olgay. Amin. Sözün başı bismillah, halis niyetim hamroh. Nasip eylese Allah, onam hacı kılaman, otam hacı kılaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hacı kılaman, otam hacı kılaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hacı kılaman, otam hacı kılaman. Onam